sizlarga tavada keks pishirish o'rgataman. Bizga kerakli mahsulotlar birinchi bo'lib qatiq kerak bo'ladi. Sutda qilsanglar ham bo'ladi. Men qatiqda qilyapman. 2 tuxum kerak bo'ladi, 1 stakan shakar, yog', keyin un 2 stakan, keyin kakao. Kakaoni men firmasini ishlatyapman, Dofne degan. So'z garantiyali, lazzati ham juda ham yaxshi, rangi ham yaxshi, qora bo'ladi. 2 qoshiq solsanglar ham. Keyin buni yog'i kamaytirilgan, yog'i azaytirilgan bitta kakao. Keyin bu kabartma tuzi. Bu ham juda ham yaxshi oshirib beradi, sodasi turcha. Keyin vanilin bor, shakarli. Shu. Bu qatiqni o'rniga sut solsanglar ham bo'ladi. Hozir endi ishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib tuxum chaqamiz. Mana 2 tuxum chaqib oldik. Endi stakanda shakar solamiz. Ustiga qirilmaydigan taxtali ko'rsatilgan ustiga qilib solamiz. Ketidan qatiq solasizlar. Keyin buni ketidan kabartma tuzini, vanilinni solasizlar. Bu o'zbekcha kabartma tuzi. Bilasizlar, bu chayin soda. Shuni solamiz hozir. Solib oldik. Kabartma tuzlarini, vanilinni aralashtiramiz. Bas ko'piradi. Keyin yog' solasizlar. Buni yaxshilab aralashtirasiz. Keyin ketidan 2 stakan un solasizlar. 2 qoshiq kakao solib aralashtirasiz. Bizda rangi qop-qora bo'lib chiqadi. Zo'r deyman shu kakao. Dofne. Endi buni ketidan un solasizlar. Unni mana stakanimni ko'rasizlar, kichkinagina 200 gram ham chiqmaydi. 100 gramli stakanlar bilan. Mana shu bitta stakan to'la. Hozir uni solaman. 2 stakan solaman. 2 stakan ketdi. Shuni qorishtirasiz. Olovni yoqdim. Tavadagi keksimizni qo'ydik. O'rtacha olovga qo'yasizlar. 40-45 daqiqa turadi, qopqog'ini yopib qo'yasizlar. Mana ish boshladi. Tavadagi keksimiz